Mendan tashqari ham yana kimnidir uyida kalta paypaq emas, qurolga muomala qilganday qilinadimi? Bir tuzuk bola bo'lib yurgan bolaman, shu sal kaltaroq paypaq yedim bo'ldi. Mendan yomoni yo'q. Dunyoda hamma urushlarni men boshlaganman, estirni men tarqatib o'rganman, xalqaro jinoyatchiman. Shu haligi O'zbekiston futbolda gol urdirib qo'ysa ham, sen oyog'ingdagini yo'qot, bor. Yo'qot ona. Bahila kiyib yurgan o'rniga deydi-yu. Bir tuzuk o'tirgan bolaman, kalta paypaq yurib. O'g'lim bu barmaqa kiyadigan narsani oyog'ingizga kiyib olibsizmi deb bo'ladi. Yo'q, ota bu paypaq emas naqasan. Ha, mana shunaqa paypaq kiyapsizmi? Bir balli qizlarga ham chiqib ko'rasizmi, o'g'lim? Ashida ham bir shansingiz bo'lsa kerak sizni. Ha, yo'q oting bolam, bir kun kelib bola ko'rganingizda metrikasida Feruzbek o'g'li degan jayyan bo'lsin, hamma nevaralarim Bezod bekivalari bo'lib ketmasin, yo'q oting yonog'ini. Men mana paypaq kiyin deb, hali paypaq beradi, bilasam uzun. 4x4 tarafidan ochib tursa, limuzin parkovka qilsa bo'ladigan paypaq bor. Hali paypaqni kiyganingizda kindigingizni ham jinday yopib turadigan paypaq, bilasizlarmi? Haligi, tesilib olsa suvarga qilib kiyib yursa bo'laveradigan paypaq.